Uzdil CSS dersligi 3-chi qism CSS'ning oliy grammatikasi. Bunun da asoslıq iki mazmun sözündə birincisi CSS tanlagıcının qrupuga ayrılışı. Biz tanlagıçlarni gruplarga ayırıp yazsaq buldu. Bundaq bolganda bir grupdagi tanlagıçlar bir qancha bayonotni o'rtaq ishlatadi. Bir grupga ayrılgan tanlagıçlarni pesh orqali ayrıymiz. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, demak, bu yerda H1 dan H6 gacha bo'lgan tanlagıçlarni, ya'ni HTML elementini biz bir grupga ayırıp, bu grupga birlam qiymat versak, bu yerda bayonot CSS bayonot e'lon qilsak, bu rangi yeshil degan barliq qiymatni hamala o'rtaq ishlatiladi. Ikkinchi, varislik qilish. CSS kodidagi body elementi ot elementining xarakteriga varislik qildi. Bu yerdagi body elementi bilan ot elementiga nima degan vaqtimizda, bu yerdagi HTML kodi qaraydigan bo'lsak, masalan, HTML kodining ichidagi body qismida eng sirtqi qismi buningki ot elementi bo'ldi. Uning ichidagi qismi uningki, masalan, qismi body'ninki body elementlari bo'ldi. TD'ga nisbatan TD'ning ichidagi p TD'ninki body elementi bo'ldi, lekin p TD'ning ichki qismida bo'lmag'achqa bu TD'ninki p maningki body elementi bo'lmaydi, lekin bu body'ninki body elementi hisoblandi. Kodga qaraydigan bo'lsak, bu yerda body'da font family bir dana sans-serif deb bergan bo'lsa, agar biz asti qismidagi qiymatniki hech qaysini olmasak, undaqda body'ga bergan xat nusxasi astidagi barliq body elementlarninki hammasiga ishlaydi. Agar body elementlarning orasidagi masalan p ning yo t ninki xat nusxasini boshqa xat nusxasi bo'lsin deb qaragan bo'lsak, u holda uningga boshqa qiymat bersak, andan keyin body'ning asti qismiga yozilgan xat nusxasi bilan t ning ichidagi va p ning ichidagi xat nusxalari belgilangan bo'yicha o'xshamagan xat nusxasi olti chiqadi.